payg'ambarini o'zidan afzal va qimmat ko'rishi namunasi o'tgan yili ba'zi g'arb davlatlarida Rasuli akram alayhisolatu vassalomning behurmat qilishga bo'lgan urinishlari paytida yana yuzaga chiqdi. Ularning niyati beodoblik, besharmlik, hurmatsizlik. Lekin musulmonlar o'z payg'ambarlariga bo'lgan muhabbatlarini dunyoga ko'rsatdilar va Rasulullohni alayhisolatu vassalom obro'lari yana ham ortdi. Aynan g'arb davlatlarida ortdi. Oddiy odamlar, sofdillari bor ekan ularni ham, bu odam bunchalik bo'lmasa, bu musulmonlar o'zini bunaqa qilib fido qilmas edi. Qani hayotini o'rganaylik, o'rganib hozir musulmon bo'lishdi. Xuddi o'sha Daniyada Qur'onning tarjimasi chiqdi. Rasulullohning siratlari chiqdi. Uzrlar aytishyapti, marosimlar o'tkazishyapti. Alloh subhanahu va taoloning mudabbirligini qarangki, birov yomon niyat bilan boshlagan narsani islom va musulmonlarni o'zining payg'ambarining foydasiga aylantirib qo'ydi. O'sha kunlarda men bir qancha chet ellik turli arboblar bilan, elchilar bilan, siyosatchilar bilan uchrashdim. Ular o'zlari mendan vaqt so'rashib, kelib aynan shu masalada gap ochishib, nimaga bunchalik demak qattiq olasizlar? Bizda ham oldin shunga o'xshagan ishlar bo'lardi, hozir odamlar o'rganib qoldi. O'zimizning payg'ambarlarni yoki ba'zi bir aziz odamlarni ham bizda masxara qilinaveradi. Fikr erkinligi bor, boshqa bor. Shuni odamlar tushunib qoldi. Men aytdimki, sizlarda tushunsanglar tushunarsizlar. Lekin musulmonlar ham bir ikki baqir-chaqir qilib tinchib qoladi deyotgan bo'lsanglar xato qilasizlar. Sizlarda marhabo, o'zingizlarning erkinglar, tabiatinglar shu. Sizlar Injilni ham maslahat qilib majlis qurib tanlagansizlar. Injil Iso alayhisolamning vaqtlarida yozilmagan. U zot o'tganlaridan bir necha o'nlab yil o'tgandan keyin, 20 yil, 30 yil undan ko'p o'tgandan keyin bittasi chiqqan, menga ilhom bo'ldi, Injilni yozdim. Uni ko'rib qo'shnisi ham yozib chiqqan. Shunaqa bo'lib Injil ko'payib ketgan. Juda katta miqdorda Injil paydo bo'lgan. Shunda Rim imperatori Konstantin